Xayrli kun. Bizga tanish va notanish bo'lgan uzoq va yaqindagi yoshlar. Bugungi mavzuimiz bu er-xotinlar masalasida. Er-xotin bo'ldi degani bu endi bo'ldi romantik oila bo'ladi, bu romantika joy bo'ladi degani emas. Er-xotin degani bu birga mehnat qiladigan, xuddi bitta ishxonada ishlab, doim birga mehnat qiladigan bir jamoadek gap. Tasavvur qiling, sizni qanchadir miqdorda yeringiz bor, agrotingiz bor, va o'sha yerga siz ekinlarni ekdingiz va endi o'sha nihollaga bo'ldi shu niholni ekdim, endi bu o'zidan o'zi uni o'zlab ko'payib, yaxshi bir hosil beradi, niholga daraxtga aylanadi deb tashlab qo'ymaysiz. O'sha niholga har kuni parvarish qilasiz, tagini yumshatasiz, suv quyasiz, kerakli vaqtda vitaminlarni berasiz, agar har xil kasalliklar tekkan bo'lsa dorilaysiz. Va qancha o'sha niholga e'tibor berib, qanchalik yaxshi qarab, yaxshi parvarish qilganingiz sari u shunchalik yaxshi, chiroyli, sog'lom, baquvvat, yaxshi daraxtga yoki biror bir ekinlarga aylanadi. Oila ham xuddi shunday. Oilada ham qanchalik mehnat qilsangiz, oilangizni parvarish qilsangiz, o'shandagina unib o'sib, yaxshi hosillar berib, butun katta yaxshi oilaga aylanasiz. Lekin bugun menga erim mana buni qilsin, xotinim yoki menga buni qilsin, yoki erim buni qilsin, yoki xotinim buni qilsin kabi gaplar bilan bir-biringizdan nimalarnidir kutib yashasangiz, yoki hayotingizda romantika yo'q, hayotim zerikarli, erim hattoki sevishini ham ayta olmaydi, yoki xotinim meni o'ziga yoqtiradimi yo'qmi bilmayman ham, xotinim bilan ust boshidan ovqatni hidi kelib turadi kabi gaplar bilan bir-biringizni ko'nglingizni og'ritib, kunda bir-biringizni xafa qilib, bir-biringizdan yoki nimalarnidir kutib yashasangiz, bu aslo yaxshi haqiqiy oila bo'ldi degani emas. Er-xotin degani bu katta bir mas'uliyat. Chunki endi siz oila degan saroyning boshlig'isiz. Endi siz faqat o'zingiz uchun, faqat o'zingizni o'ylab yashay olmaysiz. Xohlaysizmi, yo'qmi, sherigingizni ham xohishlariga, imkoniyatlariga qarab yashashingizga to'g'ri keladi. Endi sizlar faqat o'zingizni yoki sherigingizni emas, qo'shimchasiga farzandlaringizni ham o'ylab, ularning kelajagi uchun qayg'urib yashashingiz va bunga mas'uliyat bilan qarashingizga to'g'ri keladi. Hozir oila, er-xotin haqida qanchalik ko'p gapirmaylik, gap tugamaydi. Qancha ko'p haqiqatlarni gapirsangiz ham, boshqasini gapirsangiz ham gap tugamaydi. Eng asosiy gapirmoqchi bo'lgan gapimizni aytib o'taylik. Mana shu oilada, mana shu ishxonada yaxshi yashay olmay, sherigi bilan kelisha olmay, kun-tun janjallar ichida yashayotgan oilalar va ularning farzandlari haqida gapirmoqchimiz. Bugungi kunda juda ko'p eshitamiz. Har kun uyda janjal bo'lgan, bir-biridan norozi bo'lgan, janjallashib, bir-birini urib ketgan, so'kkan oilalarni. Va ana shu oilalar va mana shu oilada tarbiya topayotgan farzandlar va ularning hayoti haqida aytib o'tmoqchimiz. Bugun siz qanchalik er-xotin bir-biringiz bilan kelisha olmasdan qanchalik ko'p nizolarni ko'paytirganingiz sari, qanchalik farzandlaringizni oldida turli mojarolarni o'ylab topganingiz, ularning oldida kelishmovchiliklar qilganingiz sari siz tayyor turing. Erta qariganingizda ham xuddi shu mojarolar ichida yashaysiz. Xuddi shu nizolar ichida yashaysiz. Chunki sizni har bir harakatingizni ko'rib, ongiga yozib turgan mana shu yoningizdagi farzandlaringiz bo'ladi. Bola tushunsa, tushunmasa, ongi ana shu sizning mojarolaringizni, nizolaringizni hammasini ongi o'ziga yozib olaveradi. Yoki ayollar ko'pincha rashk qilib, turmush o'rtog'ining telefonlarini titib, uni orqasidan yurib, hatto juda ko'p eng shu tumanliklarga ham yo'l qo'yadigan joylar bo'ladi ayollar ichida. Xuddi o'sha harakatlaringizni erta qizingiz o'z hayotida takrorlaydi. Siz mana qanchalik rashkdan yonib, kuyib elingizni kuzatganingiz sari, endi tayyor turing, qizingiz ham xuddi shuni takrorlaydi. Siz buni qizingizga ravo ko'rasizmi? Qanchalik o'ylab ko'ring. Qanchalik buni ravo ko'rasiz? Erkaklarimiz harakatlarini esa o'g'il bolalar, o'g'il farzandlar takrorlaydi. Erkaklar qanchalik norozi bo'lib, xotiniga qo'l ko'tarib, so'kib, urushib yashasa, ertaga o'g'li ham xuddi shu harakatlarni o'z oilasida, o'zining xotiniga takrorlaydi. Va juda ko'p oilalarda eshitamiz, mana shu farzandlarim uchun yashayapman deydi. Mana shu farzandlaringiz uchun yashayotgan bo'lsangiz, unda o'sha nizolaringizni, urush janjallaringizni farzandlaringiz yo'q joyda qiling. Farzandlaringiz oldida siz baxtli oila bo'lmasangiz ham o'zingizni baxtlidek ko'rsating. Doim kulib, quvnoq yashang. Xohlamasangiz ham, soxta bo'lsa ham bir-biringizga mehringizni ko'rsating. Va farzandlaringiz ham mana shu mehrni, xursandchilikni, mana shu yaxshi